Tushunsangiz, Farhod, men bunaqa video olmayman. Hop, nimaga? Sababi nima aytgan? Sababi odamlarga faxsh kerak, kulgu kerak, kimnidir g'iybat qilish kerak, kimnidir uyi yonib ketgan qiziq emas, tushunsanmi? Odamlarni qo'y o'rtoq, sen Allohning roziligi uchun ol. Bu gapingga qo'shilishaman. Aka-ukalar, hozir ko'rib turganinglardek, uy yonib ketgan Nazarbekda. Kimni qo'lidan qanaqa yordam kelsa, yordam beringlar. Mana ko'rib turganinglardek, hech narsa qolmagan. Nazarbek Turkiston degan joyda Badriddin degan blogerimizni ham videosida ko'rgan bo'lsanglar kerak bu narsani. Biz ham o'zimizni hissamizni qo'shishni maqsad qildik. Va sizlar ham o'zingizlarning hissinglarni qo'shinglar, tarqatib, keraklicha kimni qo'lidan qanaqa yordam kelsa, yordam berishinglarni so'raymiz. Bu videoni ko'ryapsizlar, demak, Allohim shu videoni sizlarni ko'rishinglarni, shu xonadon egalariga ozgina bo'lsa ham hissanglar qo'shilishinglarni xohlabdi. Imkon qadar befarq bo'lmaysizlar. Zakot bermoqchi bo'lgan saxiy boylarimizda bo'lishsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlar kelib, ko'zingizlar bilan ko'rib, bemalol bersanglar bo'ladi. Balo qazolardan Alloh o'zi asrasin sizni va oilangizni. O'zingizni hissingizni qo'shing. Gap bo'lmaganda tarqatib, like bosib, kommentariyaga sabr toqat deb yozib qo'ying. Manzilga keladigan bo'lsa, Turkiston masjidining yonginasidan pastligiga tushganda qo'shni bu uy emas, bu uy deb o'ylashayotgan ekan, shundoq qo'shnining yonidagi uy teg tugi bilan yonib ketgan.